Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari, mana bunday toza zotli qo'y ishqibozlari. Akalar, bugungi videoga qo'ylar tozalaridan kelgan videoni oxirigacha ko'rib, videodan like bosib, kanalimizga yangilar obuna bo'lib tursalaring, xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Akalar, bu birinchi partiyaga bir dona qo'chqor tozasidan, yoshidan, zo'ridan Lo'lari butun. Yoshi ham 6 oylik atrofida. Dumbalar ham tikka yurdim buni. Jonivor. Bo'ylari 70 pilis ko'rasizlar. Kelganiga 2 kun bo'ldi, yeb ishlariga bir haftagacha garantiyasi bor. Mana tulashni ham boshladi jonivor. Bitta cho'tkisdan bir dona kelgan. Faqat zotga boqaman deganlarga tavsiya qilamiz. O'ta zo'ridan. Karbonatlar ham o'ta kelishgan jonivor. Bog'lari ham butun. Yuzlari ham o'ta tiniq. Tozasidan. Faqat zotga boqamiz deganlar uchun tavsiya qilamiz. O'ta zo'ridan kelgan. Bugungi videoga o'zi o'ta zo'rlaridan chiqaramiz. O'zi 3 dona qo'yimiz bor. 3 ga bo'lib chiqaramiz. O'ta zo'rlaridan kelgan. Faqat zot uchun. Akalar, qo'zini qarang. O'ta zo'ridan hali barra bu jonivor. O'ta zo'r. Akalar, qo'yda ko'ryapsizlar, o'ta chaq jonivor. O'zligi ham juda chaq. Akalar, buni videoni qisqa qilib narx keladigan bo'lsak, narxlarini hop 300 dollarga dastavkalarimiz biz O'zbekiston bo'ylab. Boshida baloga chiqaramiz mana. Bir dona ko'rdi. Bir dona. Hop, bu birinchi partiya, ikkinchi partiyaga bundan ham tozasi bor. Bundan u ham qo'chqor. Mana akalar, ikkinchi partiyaga undan da go'zal jonivor. Undan sal yoshroq. Ay jonivor. Lekin bunisi undan ham chas. O'ta chas akalar, qo'ylar. Akalar, qo'yni ko'rib turibsizlar. O'ta chas jonivor. Hop, buni ma'lumotlarga bo'lsak, bu ham kelgan 2 kun bo'ldi. Yosh oyliklari bunisi 5 oylik atrofida. Bo'ylari 65 pilis ko'rasizlar. Bo'ylari 65 pilis ko'rasizlar. Akalar, videoda xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Video boshqacharoq chiqyapti jonivor. Qo'y chas, juda chas. Videoni ko'rib turibsizlar, o'ta tozasidan. Hop, buni narxi keladigan bo'lsa, narxi 3.500 ming so'm. Bunga mag'lubiyat to'liqqa chiqaramiz. Akalar, bundan keyin o'ta tozasidan bor qo'ydi, shuni ko'rsatamiz. Akalar, qo'ydi o'ta noyobidan keldi, bir dona. Qo'zini o'ta zo'ridan. Jonivor, mana bu qo'zini qarang akalar. Qo'ydi qarang. Zottoridan keldi, bir dona. Qo'ydi qarang akalar, jonivor. Qo'zini o'ta zo'ridan. 2 kun bular sovliq. Qo'ydi qarang akalar, jonivor. Tog'dan yuzlari qorasilar. O'ta cho'tkisidan jonivor. Keyin bu kamiga sovliq akalar. Sovlig'idan boqaman deganlar uchun maxsus zakasga keldi bunisi akalar. Qo'ydi qarang jonivor. Yoshi 3 oylik. 3 oylikga 4 oylik atrofida. Hali qo'zi. Jonivor, quloqlari butun, yuzlari qarang, o'ta bo'lakchasidan. Faqat zot uchun boqaman deganlarga. Akalar, qo'y o'ta chas. Hop, bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 60. Minus nasib pilis ko'rasizlar. Bo'y chasligini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Jonivor, odam yoniga yaqinlashtirmas ekan. Hop, akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxlari ham o'ta arzon, qulay. Jonivor. Hop, narxi 200 dollar, dastavkalar Toshkentgacha. Bundan yo'g'i kelishgan holatda shoshilib baloga chiqaramiz. Bunaqasi o'ta kamdan kam keladi. Noyobidan. Akalar, videoni shu yerda to'xtataman. Hop, video yoqqan bo'lsa, kanalda yangilar obuna bo'lib, videodan like bosib, kommentariyani portlatib turasizlar. Videoda qanday xato kamchilik ketgan bo'lsa, so'rayman.